Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Instagram kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Ustoybek. Bugungi ustaxonamizdagi navbatdagi svarka apparatni obzorini qilib beraman. Bu apparatni EPA MMA 250 FI2 kelgan, ya'ni bu haqida sizlarga batafsil ma'lumot beraman. Bu apparatni olgan ma'qulmi, olmagan ma'qulmi? Qaysi apparat yaxshi? Demak, video so'ngacha ko'rsalaringiz sizlarga kerakli maslahatlar berib boraman. Demak, videoni boshlashdan oldin bizning YouTube kanalimizga pastda qizil tugmacha bor, shunga obuna bo'lib qo'yish va kommentariyaga o'zi ishlatayotgan svarka apparatni nomini yozib qo'yinglar, chunki ko'pchilik do'stlarimizga Oybek aka qaysi svarka apparat yaxshi deydi, yordam bo'ladi. Kommentariyaga yozing do'stlar. Xo'p, bu apparatimiz mana qaranglar, MMA EPA 250 FI2 do'stlar. Bu apparatni ko'pam tavsiya qilmayman, chunki blok bitana tizimi yaxshi ishlanmagan, ya'ni bitta mikrosxema bilan kontrol bo'ladi. Bu esa past напряженияda ishdan chiqishga to'g'ri keladi. Shu apparatda XI bor, ya'ni MMA 250 XI2 yoki XI blok bitanasi antenna tranzistor bilan kontrol bo'ladi. Past напряженияda ham yaxshi kontrol qilaveradi. Past baland toklarda 160 voltdan 250 voltgacha kontrol qilib kuymasini yaxshilaydi. Bu apparatimiz esa FI past напряженияda apparat kuyishiga sabab bo'ladi. Mana shu apparatdan почти yangi apparat. Ko'proq tranzistorlar ishdan chiqib qoladi. Shuning uchun EPA svarka apparatni olishda 250 XI ni olinglar. Chunki mana shu shuni XI yaxshi do'stlar. FI dan ko'ra XI yaxshi. FI da past напряжение bo'lsa, kuyishga sabab bo'ladi. Ko'pchilik do'stlar ishlatadi, tokni zo'r beradi. Agar tokingiz 220 bo'lsa, bu apparatdan motion yaxshi tok beradi. XI bilan почти bir xil. XI dan farqi bu 50 amperli tranzistor, ko'proq XI 60 amperlikdan blok bitana tizimi baquvvatroq bo'ladi. Почти yaqinroq bir-biriga. Bunda ham ikkitadan mostik qo'yilgan, lekin blok bitana tizimi bitta minus tomoni shu. Past напряжение bo'lsa, apparat ko'p ishdan chiqadi. Demak, mana buni hozir men remontini qilaman va sizlarga qancha tok berishlarini ko'rsatib o'taman do'stlar. Mana konstruksiyasiga kelsak, bu ham o'sha XI ga o'xshab 3 ta kondensator, chiqishda diodning shotkalari bitta, ikkita, shu 4 ta. XI da bundan 8 ta turadi. Bunga nisbatan ko'proq. Bundan ko'ra XI2 yaxshiroq do'stlar. Endi qaysi svarka apparat desalaring, ko'pchiligiga shuni MMA 250 XI ni tavsiya qilyapmiz do'stlar. Yoki Rubin svarka apparatlari. Shular yaxshi ishlaydi do'stlar hozirgi kunda. Buni hali ko'pchilik so'raydi, Oybek EPA ni poddelkasi chiqdimi? EPA o'zi hamma platalar Xitoyda platalar, konstruksiyalar faqat brend nomlari boshqa bo'la qoladi. Ichki konstruksiya почти bir xil bo'ladi do'stlar. Mana faqat nomi boshqa. EPA ni hali muxlufga anaqa xullas naqas chiqqani yo'q. O'sha nima deydi, yaxshi olishda turasizlar. XI ni olsalaring bo'ldi do'stlar. XI yo XI2. XI2 da impulsni transformatordan baquvvatroq bo'ladi. Buni hozir remontini qilib sizlarga qancha deb berishni ko'rsataman do'stlar.